Assalomu alaykum, davom etamiz yana Mustafa. Bugungi adreska olib kelgan mebellarimizni ham tamomlab, egalariga ham topshirib bo'ldik. Bugungi adresimiz Forish sayyodga olib kelganmiz. Mehmonxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Mebelda materialiga keladigan bo'lsak, mana fasad qismi, oldi qismi endifdan, yonbosh korpus qismi laminatdan. Sabab yonbosh rossiyskiy laminatdan, sifat uchun mustahkamlik uchun laminatdan, fasad qismi endifdan qilingan. Mebel rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri yonbosh razmeri 260. Yonbosh razmeri 260. 3 ga bo'lingan, o'rta qismi sal chiqqan, ikkita yoni sal ichkaroq kirgan. Endi ichki holatiga keladigan bo'lsak, mana bu ichki holati. Polkalar oynalik bo'lgan, klient xohishiga qarab o'zini materialdan displey ham qilib bera olamiz. Eshiklari 100% vakuumda. O'rta qismi ham shunday. Bu ham qalin polkalardan ishlatilgan. Buni ham klient xohishiga qarab taxtali o'zini materialdan displey qilib bera olamiz. Ikki tomon bir xil. Xo'sh, aytib o'tganimizdek, mebel rangida, razmerida tanlov bor. Siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Mebel 150 kilometrgacha aytilgan narxda dastavka ustanovkasi tekin bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin.